Aziz do'stlar, barchaga xayrli kun. Demak, bizda yuqori va pastki blefaroplastik amaliyotidan keyingi 7-kunimiz. Ko'pchilik so'raydi, yuqori pastni bir martada qilsa bo'ladimi? Ba'zi odamlar birga qildirishdan qo'rqar ekan, ko'karishlar ko'p bo'ladi deb. No, endi ko'karishlar hammani terisiga bog'liq. No, bizda 7 kun uchun juda chiroyli natija. E'tibor bersangizlar, ko'z ustida, ya'ni ko'karishlar yo'q, shishlar bor, ko'karishlar juda kam. Ko'z pastida ham deyarli yo'q. Endi hozir sizlar bilan birga mana plastrlarni yechamiz va tagida nima holat ekanligini ko'ramiz. Plastrimizni oldik. Pastidan ham plastrimizni chiroyli qilib yechamiz. Mana aytganimizdek, iplarimiz turibdi, izlarimiz ham juda ingichka, e'tibor bersangizlar deyarli bilinmaydi. Mana bu uzlov va cho'plarimizni hozir olib tashlaymiz. Bu tomonni ham bitta ko'ramiz. Xo'p. Mana bu bizda 7 kunlik natijamiz. Ko'rib turganlaringizdek, tashqi burchaklar maksimal ko'tarilgan, ko'z tagidagi ortiq terlarni olib